Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Barchangiz bilan hozir siyosiy ma'rifiy soat dairisida navbatdagi sonni tomosha qildik. Bugungi sonda yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik video tafsilotlar bilan hamda davlat xizmatchilarining professional kompetensiyalarini rivojlantiruvchi video lavhalarni tomosha qildik. Shuningdek, muhtaram prezidentimizning Washingtonga tashrifi tafsilotlari bilan ham tanishdik. 10-noyabr kuni muhtaram prezidentimizning sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, tibbiy xizmat sifatini oshirish hamda tibbiy ta'limni takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan ham tanishib o'tdilar. Prezidentimiz tomonidan tibbiy tizimni raqamlashtirish bo'yicha islohotlarni tumanimizda ishga tushirish bo'yicha ishlarni tizimli tashkil qilganmiz. Bu bo'yicha mana tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2 marta ochiq byudjetda qatnashib, mana kompyuterlarni yutib oldi. Hammamizning xabarimiz bor. Bugungi kunda har bir vrach kompyuter bilan ta'minlangan hamda sohani raqamlashtirishga to'liq kiritilgan. Qo'shimcha yana 70 tadan ortiq kompyuterlarni tuman mahalliy byudjetidan sotib olish uchun ham mablag' ajratish bo'yicha takliflar kiritilgan. Ma'rifiy soat davomida bir qator psixologik davlat tilida ish yuritish, xususan ishonchnoma va uning turlari qonun doirasida bilasizmi hamda eng katta meros ilm va tarbiya ijtimoiy rolikini ham tomosha qildik. Bugungi kunda tumanimizdagi statistika raqamlarini oldirdim kutubxonadan. Tumanda top 3talikka Shahlo Shukurlayevna eng ko'p kitob o'qiydigan xodimlardan biri ekan. Hamda Xursandbek degan yigit bor ekan, bu Milliy gvardiya xodimi ekan. Ish ko'p bo'lishiga qaramasdan kitobni doimiy ravishda shu kutubxonamizga borib, kitoblarni olib o'qish bilan davom ettirdi va oilasida ham shu tartib o'rnatilgan shular. Qolaversa Nafisa ham ko'p kitob o'qiydi ekan. Hammamizga o'rnak bo'lish kerak shu xodimlar. Shu munosabat bilan taklifim yil yakuni bo'yicha eng kitobxon xodimlarni aniqlaymiz davlat xizmatchilari o'rtasida. Ma'qulmi sizlarga?